Mana odamlar uyga nima qildiryapti. Qarang. Ilgari 15 kishi, 20 kishi hasharga aytilib tomlombozlar bo'lardi. Endi bu narsalar o'tib ketdi. Atigi 3 kishi, 2 kishi kelib, ko'rib turganlaringdek pena-beton xizmatini qilib berishyapti. Ya'ni bu issiqlik kunida shipirdan bo'layotgan, issiqda o'tkazib olmas ekan uyingizga. Xonadagi haroratda qishki kunida issiqni tashqariga chiqarib olmas ekan. O'tib vazifasini bajarar ekan. Tarkibida sementi bor, vibrasi bor, penasi bor, qumi bor. Ya'ni mana shu ko'rib turgan tomlaringga hozir qalinligini 7 sm dan bosib berishyapti. Vodiy bo'ylab 45 ming Toshkent vohalariga ozgina qo'shilib qoladi. 7+ boshlanadi. Eng kami o'sha minimalkasi 7 bo'ladi. Mana ko'rib turgan apparatlaringda hamma smes aralashadi. Mana shu bajarni ishlaringda bunday bo'lib orqadan hozir tushib keldim, o'sha tomondan chiqqan. Ya'ni qarang, ilgari mana shu narsalarni ish uchun qilishgan bo'lsa, hozir kelib 4 soat, 5 soatda bemalol ishingizni bitirib ketadi. Ancha qulaylik, ancha yengillik. Ya'ni o'sha hasharga aytib yurmaysiz, birovlarga yomon ko'rinib, bemalol kelib aytsangiz, bir kunda kelib xizmatingizni qilib ketishadi. Qisqasi raqamini qoldiryapman ustakalarni, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.